Shu ko'prikni qurib qo'ygan odamdan ham Alloh rozi bo'lsin. Bu Tatar mahalla bilan Oq masjidni birlashtirib turadi. Endi bu tabiat qarang. Alloh taolo aytadi-da, kim meni ko'rgisi kelsa, tabiatga qarasin yoki tog'larga qarasin deydi. Bu qarang, tabiat juda go'zal ekan. Suvni shovqini tabiatga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bahor oyida ayniqsa oldingizni ochib, yengil kiyinsangiz bo'laveradi. Shabadasi inshaalloh yosharasiz deydi. Bahorda havosdan, shabadasidan qo'rqmaydi. Kuzda shabadasi odamni shomolatadi. Bahorda maza qilib yursangiz bo'laveradi. Juda go'zal. Endi bu tabiatni tushunadi, qarang go'zalligini. Maza qilib bu bahor oyida mayobgarlarga chiqib, inshaalloh har birimizga nasib qilsa shunaqa joylarni ko'rib yurishga. Alloh taoloning yaratgan mo'jizasida ba'zi inson ojiz. Daraxt qarang, maza qilib ko'kargan bu daraxtlarni qarang. Bu tomonda g'o'ralarni hasratishyapti, g'o'ralar. Nandaroqlarda qoldi g'o'ralar. Bu yetmaydigan joylarda qoldi g'o'ralar.